Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan do'stlar. Bu galgi uyimizda derazalari, eshiklari Ekapen profilidan bo'lgan Zolotoy dub seriyasidan pastki ko'zi, Pramugadan pastki ko'zi gulli oynadan bo'lgan, ko'rinmaydigan, ichkari tashqari ko'rinmaydigan. Hop, tepasi yorug' tushiradigan yodovoy oynadan bo'lgan. 2 qavatli oyna bular. Hop, podogonnigi bor. 3 ta deraza, 3 ta eshigimiz bor. Hop, tepasida bitta ko'zi ochilish. Mana shu ikkiga bo'linganda bitta tomoni ochilish, portichkamiz. O'sha havoni yaxshi aylantirish uchun, sababi portichkani eni ham, bo'yi ham o'ziga mos holatda yaxshi ochiladi. Keyin balanddan ochilganini hisobiga havo yaxshi aylanadi. O'rtadan bitta ochilishimiz bor. Derazalarimiz xuddi mana shu fasonda. Hop, eshiklarimiz 88 ga 220, ikkita 88 ga 230 bir dona eshigimiz bor. Bittasi bu tomonga ochiladi. Shu xullas devorga ochiladi eshiklarimiz. Zolotoy dub seriyasidan bo'lgan Ekapen profillari bular. Logotipi boshqa. Bunda ham o'sha bitta portichkamiz bor. Mana bu ochiq ekan, yopilmagan ekan narsasi. Mana shunday bo'lib ochiladi. Hop, o'rtasidan bitta ochiladi keyin tomondan. Mana bu yerimiz ko'hna. Buni hozir sal qattiqroq rezinkalari hali yangiligicha sal qattiqroq yopiladigan narsa qilingan. Hop, ichkaridagi derazani holatini bitta ko'rsatamiz. Bu xonada odam bor ekan. Mana tomonni ko'rsatsak ham bo'ladi. Bu tomonni ko'rsatsak ham bo'ladi. Derazamiz devor tomonga bitta, bu tomonga ochiladi. Keyin portichkamiz mana bu yerdan shunday kipka bo'lib ochiladi. Bu 3 ta eshik, 3 ta deraza, 2 qavatli oynaga. Eshiklarimiz 1 qavatli oyna, derazani o'zi 2 qavatli oyna. Keyin podogonnigi bor buni. Mana bu yerda podogonnigi bor, mana. Hamma derazaning tagida podogonnigi bor. Buni summasi 9.600.000 so'm pul bo'ldi. O'sha barcha xizmati 9.600.000 ga shu yerga olib kelib o'rnatib berdik. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.